Uyda yotib olib, o'zingiz yoqtirgan kitobni o'qishingiz insonga o'zgacha kayf beradi. Lekin shu vaqt eshik birdaniga jiringlab qolsa, qo'rqdingizmi? Agar javobingiz ha bo'lsa, demak sizda qo'rquv hissi o'z vazifasini yaxshi bajarmoqda. Agar yo'q bo'lsa, demak men qo'rqitishni eplolmaganman. Qo'rquv o'zi nima? Nega biz qo'rqamiz? Hozir shular haqida qisqacha ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib, hayotimizning bir qismi bo'lgan telefondan so'raymiz. Xo'sh, Google qo'rquv nima? Inglizcha qidirsangiz yaxshiroq ma'lumotlar chiqarib beradi. Qo'rquv bu fiziologik va psixologik o'zgarishlarni keltirib chiqaradigan xavf yoki tahdidga javoban paydo bo'ladigan asosiy tuyg'u. Bu omon qolish mexanizmi bo'lib, tanani mumkin bo'lgan zarar haqida ogohlantiradi va qochish, muzlash yoki tahdidga qarshi kurashish kabi xatti-harakatlarga olib keladi. Odamlarga qo'rquv hozirgi ogohlantirishlar yoki kelajakdagi xavflarni kutish orqali paydo bo'lishi mumkin. Juda ham tushunarli qilib tushuntirib berdi. Unda nega chaqaloqlar qo'rquvni sezishmaydi? 2009-yilda psixolog Judy Delosh va Vanessa Labular chaqaloqlar bilan bir tajriba o'tkazishadi. Ular 7-8 oylik chaqaloqlar yoniga xavfsizlik choralarini ko'rgan holatda ilonlarni qo'yib yuborishadi. Natijada chaqaloqlarning hammasi doimgidek xotirjam, o'z o'yinchoqlarini o'ynashda davom etadilar. Bundan bilishimiz mumkinki, demak, tug'ilganimizda qo'rquvni sezmaymiz. Va vaqt o'tib qo'rquvni atrof muhit, kattalarning reaksiyasi, oyimizning bu yoqqa kel urmayman deb rosa o'rgandagi shaxsiy tajribalarimiz orqali o'zlashtiramiz. U filmidagi mana bu sahnani ko'rgan bo'lsangiz kerak va katta ehtimol bilan qo'rqansiz. Qo'rquvni his qilganimizda tanamizda qanday fiziologik jarayonlar sodir bo'ladi? Birinchi bo'lib, miyadagi xotira va hissiyotlarni bog'lovchi amigdala butun tanaga signal yuboradi. Undan so'ng o'pkamiz kengayadi, nafas olish tezligi oshadi va tanamiz ko'proq kislorod qabul qiladi. Yurak tez ura boshlaydi, muskullar taranglashadi. Agarda qo'rquv juda kuchli bo'lsa, yurak urishi tezlashib, jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Bizga qo'rquvni yanada yaxshiroq tushunishimiz uchun ikki narsa kerak bo'ladi. Bular qorong'ulik va tovushlar. Bular haqida kelgusi videolarimizda gaplashamiz. O'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishni unutmang.